Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlarga ekin maydonlaridagi o'sha an'anaviy sug'orish bilan kuzatiladigan bir qancha muammolarning yechimi sifatida yomg'irlatib sug'orish tizimini taklif qilmoqchimiz. Yomg'irlatib sug'orish tizimining ustunlik tomonlarini sizga qisqacha qilib aytib o'tamiz. Aynan undan oldin an'anaviy sug'orishdagi muammolarni bir sanab o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda bilamiz, suvning tanqisligi, suvga navbatlar turish yoki bo'lmasa ariq qazish yoki sug'orish jarayonida kuzatiladigan muammolar, suvning maydonga oxirigacha yetib bormasligi yoki bo'lmasa toshib chiqib ketishi yoki ko'llab qolish, shunga o'xshagan bir qancha muammolarni asosiy yechimlaridan biri sifatida yomg'irlatib sug'orish tizimini bemalol ayta olamiz. Yomg'irlatib sug'orish tizimida ustunlik tomoni suvni nazorat qila olishingiz bo'ladi. Bunda siz xohlagan muddatda, xohlagan vaqtingizda o'sha ekinlaringizni sug'orishingiz, bir xil me'yorda o'sishini ta'minlashingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana yomg'irlatib sug'orish tizimiga o'sha o'g'itlash tizimini ham bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha suvga mikro va makro o'g'itlar, har xil boshqa ozuqalarni ham qo'shib sepish orqali bemalol o'sha har xil texnikalar kirishi yoki bo'lmasa o'zingiz qiynalib o'sha qo'l purkagichlarda ishlash, bundan tashqari o'sha suspenziya, ozuqa berish, mikroelementlarni berish jarayonida ham har xil texnikalarni bir necha bor kirishini oldini olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bunda aynan yomg'irlatish tizimi bilan bemalol o'sha o'g'itlash tizimini ham qo'llashingiz mumkin. Buni yana qulaylik tomoni shundaki, bir xil me'yorda sug'orilgandan keyin, bir xil ozuqalar berilgandan keyin o'sha ekinda hosildorlikni 2 barobar oshirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Qulaylik tomonlari mana shu. Yomg'irlatish tizimini dala maydoniga o'rnatilgandan keyin bir necha oldin sanab o'tgan muammolarimizni hammasi yechimi desak adashmagan bo'lamiz. Bu orqali, aynan o'rnatish orqali o'sha ozuqalarni sug'orish tizimi hammasi bir xilda, siz xohlagan muddatda bo'lganligi bilan hosildorligingizga anchagina hissa qo'shadi, ya'ni hosildorligingiz 2 barobarga oshishi imkoniyati tug'iladi. Ushbu yomg'irlatish tizimini biz Bog'bon agromarketida mutaxassislarimiz bor. Albatta, siz ham qiziqqanlar bo'lsa murojaat qilsalaringiz, bemalol o'sha ekin maydonlaringizga yomg'irlatib sug'orish tizimini yoki tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatib bera olamiz. Murojaatingizni kutib qolamiz.